Assalomu alaykum jamoat. Qanday ahvolinglar? Sog' salomat turibsizlar? Qanday koronalik kunlaringlar yaxshi o'tyapti ya? Xabaringlarda bo'lgandek biz o'tgan bir qancha videoda Xitoy virusining navbatdagi dunyoga ko'rsatayotgan ta'sirlarini kishilik turmush va davlat faoliyati nuqtasidan tilga olib o'tgan edik. Aslida bu qisqa bir kirish bo'lib, men so'zlamoqchi bo'lgan bir yurish leksiyalarningki boshlanishi edi. Şuna şu videolarını ko'rmaganlar qayta bir ko'rib o'tib, undan keyin bu videoni yoki texnik to'g'risi bu leksiyani ko'rsanglar, texnik yaxshi tushunalaysizlar. Ammo bu e'lon emas. Unda qolsa bugun biz mushu bir yurish leksiyalarninki yoki suhbatlarninki eng negizlik nuqtasiga keldik. Ya'ni xalqaro munosabat nuqtasidan navbatdagi xalqaro sistemaga bu Xitoy virusining ko'rsatgan ta'sirlarini tilga olamiz. Aslida bu Xitoy virusiga kirishib olishimninki hojati yo'q. Men aslan iqlim masalalari tahlil qilish niyatida emas, balki mavjud xalqaro sistema va xalqaro siyosiy tartib haqida sizlarga savod so'zlab berish uchun bu videolarni ishlayapman. Ammo kishilar mushu iqlim masalalariga qiziqadigan bo'lg'achqa biraz iqlim masalalarini ishdan ichiga qatay deb buni yipuchi qilishim. Ammo asli maqsad nimada? Asli maqsad xalqaro munosabat va siyosat bilimlari haqida savod so'zlash, xalqaro sistema, xalqaro tartib haqida ma'lumot berish. Unda bo'lsa, gapning o'ziga kelsak, bugun biz Xitoy virusining xalqaro sistemaga ko'rsatgan ta'sirini yeb chiqib turib, navbatdagi xalqaro sistema va mavjud dunyo tartibining nimaligi haqida bir qur tushunchaga ega bo'lib chiqamiz. Unda bo'lsa biz xalqaro sistema yoki dunyo tartibi haqida gap qilishdan burun biz bu xalqaro sistema va dunyo tartibi degan nima degan savolga bir javob berishimiz kerak. Shunda deyman. Haqiqatan bu nima degan savolga javob izlayapsizlar. Chunki bu gaplarni biz taratqularda ko'p ko'ramiz, ko'p anglaymiz. Halbuki bu so'zlar asli bir ilmiy atalg'ular bo'lib, bu tadqiqot natijalari va kitoblarda xotirlangan va shu yerdan ondan taratqularga chiqqan so'zlar. Undaq bo'lsa, biz oldi bilan xalqaro siyosiy tartib yoki xalqaro sistema degan nima deganga javob izlaylik va bu javobni oldi bilan sistema degan nima degan savoldan boshlaylik. Sistema deganimiz o'xshash bir maqsadni amalga oshirish uchun ishlaydigan parchalarning birligi yoki texmi to'g'ri aytsak, sistema deganimiz o'xshash bir maqsad uchun xizmat qiladigan parcha mashg'ulotlarning yoki faoliyatlarningki bir bütünü. Masalan biz bir zavodninki ishlab chiqarish sexini misol olaylik. Buni bir sistema deymiz. Bu yerda bir sistem bor. Nimishqa? Chunki mahsulot bir tarafdan kiradi, yana bir tarafdan chiqadi. Bu jarayonda nurg'unlagan parcha ish taqsimotlari va mashg'ulotlari bor. Bular hammasi birlashib shu mahsulotning ishlab chiqarilishidan iborat bo'lgan maqsadga xizmat qiladi. Mana shularning hammasi birlashgan vaqtda bir sistem bo'ldi. Shularning bütünüge sistema degan ismni beramiz. Undaqda mavjud xalqaro sistema deganimiz nima deganda yer sharida yer yuzida o'rin olgan davlatlardan va u davlatlarning bir-biri bilan bo'lgan munosabatlardan shakllangan bir zanjir. Bu zanjirda qayerda o'rin elishi bir davlatningki o'ttirdimi, boshdimi, oxiridimi, halqiliq o'rindimi yoki halqiliq bo'lmagan o'rindimi o'rin elishi bu dunyo tartibini bekitadi. Shunga mundaqcha aytgan vaqtda xalqaro sistema deganni yer yuzidagi davlatlarning bir-biri bilan bo'lgan munosabatlar zanjiri deb tushunsak, undaqda dunyo tartibi deganni ana shu zanjirningki ko'rinishi
davlatlarning qayerda o'rin elishiga asosan o'ttirg'i chiqqan bir manzara deb tushunsak bo'ldi. Undaq bo'lsa biz dunyo tartibi va xalqaro sistema degan so'zlar haqida ozroq tushunchaga hosil bo'lgandan keyin biz mavjud xalqaro sistemaga kelaylik. Ammo mavjud xalqaro sistema navbatdagi holatida shu paytda shakllangan emas. Balki bir xalqaro sistemaning shakllanishi uchun necha 10 yillab, balki necha 100 yillab vaqt ketadi va cho'ng bir hodisalarning bo'lishiga to'g'ri keladi. Endi biz yiroq tarixga ketmay, yaqin tarixdan boshlab mavjud xalqaro sistemaningki kechmishiga bir qarab chiqaylik. Hozirgi mavjud xalqaro sistema amaliyotda bir abjash holga kelib qolgan xalqaro sistema. Buningki boshlanishi bo'lsa, Ikkinchi Dünya Urushidan keyin boshlangan. Ikkinchi Dünya Urushi 1945-yili oxirlashgandan keyin dunyo ikki qutblik bir xalqaro sistemaning ichiga kirdi. Bu qutbninki bir tarafida Amerika batdi, yana bir tarafida Sovet ittifoqi batdi. Ya'ni ideologiya nuqtasidan aytsak, kapitalizm bilan sotsializmning rahbarlik huquqini talishadigan, dunyoga igdorchilik qilishni qo'g'lashadigan, ammo har ikkisininki agash kuchlari bo'lgan bir ikki qutblik sistema Ikkinchi Dünya Urushidan keyin shakllandi. Ikkinchi Dünya Urushidan keyin shakllangan bu xalqaro sistema ikki qutb o'rtasidagi tirkishish jarayonida so'q munosabatlar urushi shaklida davom qildi. Har bir qutb o'zininki agash kuchlarini, tarmoqlarini o'zining keyniga to'plab, yana bir qutbga qarshi tirkashdi. Va shu shaklda dunyoda tinchlik, nisbiy tinchlik amalga oshdi. Shuning uchun buni ikki qutblik sistema deymiz. Endi bu Ikkinchi Dünya Urushi shakllangan bu ikki qutblik sistema 1991-yili Sovet ittifoqininki yiqilishi bilan dunyo sahnasidan yo'qoldi. Shuning bilan tadqiqotchilar, kuzatuvchilar bir mezgil dunyoni bir qutblik sistema degan qarashni o'ttirib qo'ydi. Ya'ni yolg'iz yagona kuch bo'lgan dunyodagi Amerika markazlikidagi bir qutblik sistemaga kirdi dunyo degan qarashni o'ttirib qo'ydi. Ammo bu qarash dunyo siyosiy munosabat, xalqaro munosabat nazariyasi sohasida bek uzun putlasab turolmay qoldi. Nemishqa 21-asrning boshlariga kelgan vaqtda dunyoda Amerikaning nufuzi ozayishga boshladi. G'arb yoki g'ayri Amerika coğrafiyasida nurg'un kuchlar bosh ko'tarishga boshladi. Masalan, Yevropa ittifoqi kuchli bir holatda o'tirg'i chiqdi. Undan keyin Rossiya Sovet ittifoqi parchalangandan keyin qayta o'zini o'ngshashga boshladi. Qayta o'zininki holi bilan qilishdan, ya'ni dunyoning ishlariga aralashishga qarab yuzlandi. Xitoy 20-asrning boshlarida dunyo sahnasiga bir kuch, qudratli bir kuch bo'lib o'tirg'i chiqdi. Ondan başqa Avstraliya, Yeni Zelandiya, Türkiye qatorliq davlatlar, Hindiston qaptozadi. Bu davlatlar qaytadan bosh ko'tarib dunyoning iqtisodiy va siyosiy coğrafiyaviy tangpunligida Amerikaninki mutlaq ustunligiga qarata xiris shakllantirishga boshladi. Shuning bilan Amerikaninki zo'migarligi, buni hegemoniya deydi xalqaro munosabatlarda, Uyg'urcha zo'migarlik deb tarjima qildi ekan, shundoq deb turayli. Amerikaninki zo'migarlik kuchi ozayishga qarab yuzlandi. Bu jarayon hozirgacha
davamlashyapti. Endi buni tadqiqotchilar nima deb atadi desa, ko'p qutblashish deb atadi. Ya'ni bir qutblashish, ya'ni bir qutblik xalqaro sistema degan qarash tadrijiy ta'sirini yo'qotgan sari ko'p qutblik xalqaro sistema haqidagi munozaralar, talash-tortishlar o'rtaga chiqdi. Shuning bilan bizning hozir mavjud turayotgan davrimizda xalqaro sistema qaysi shaklda desa, Ikkinchi Dünya Urushidan keyin shakllangan ikki qutblik sisteminingki ta'siridan to'liq qutulib bo'lmagan, ammo Sovet ittifoqi parchalangandan keyin shakllangan vaqtliq bir qutblik sistema dastlab turolmagan, endi ko'p qutblik bir sistemaga qarab ketayotgan bir davrda turyapmiz hozir biz. Endi bu ko'p qutblik sistema nazariyasini Xitoy shu 90-yillardan boshlab qabul qilgan va buni umumlashtirishga boshlagan. Shunga xabar ko'rganlar diqqat qilgan bo'lsanglar, dunyoning ko'p qutblashishi haqida, ko'p qutblik nazariyasi haqida Xitoyning davlat rahbarlari va bayonotchilari to'xtamay ta'kidlab kelgan. Chunki ko'p qutb deganning ma'nosi yolg'iz sallon bosh qilmaysa, menmo o'zimningki ta'sirini ko'rsataman yoki menmo taraqqiy qilaman. Dunyoni yolg'iz sen emas, balki hammamiz so'raymiz deydigan bir mantiqidan chiqqan. Shunga hozirgi dunyoningki xalqaro sistemasi ko'p qutblik sistema degan qarash bir qadar ig'ir salmoqni egallayotdi. Endi bu xalqaro mavjud sistema qaysi holatda ishlayotdi degan savolga kelaylik. Endi bu bayon deb o'tgandek, bu sistema bir abjad sistema. Chunki Ikkinchi Dünya Urushidan keyin shakllangan ikki qutblik sisteminingki qoldiqi. Gerçi ko'p qutblik bir sistemaga o'tgan bo'lsa-mu dunyo, ammo bu hozirgi mavjud dunyoningki nurg'un aslihalari mayli Birleşmiş Milletler Teşkilatı bo'lsin, mayli Dünya Bankası bo'lsin, Xalqaro pul fondi tashkiloti bo'lsin yoki BDTR yetakchiligida tuzilgan nurg'unlagan xalqaro ahdnomalar yoki biz bugun xalqaro qonun deb atayotgan narsalar hammasi mushu dedim o'tgangi ikki qutblik sistema jarayonida o'tirg'i chiqqan narsalar bo'lganligi uchun hozir bu narsalar bek yaxshi rolni joriy qildirolmayotdi. Hozirgi mavjud sistema ko'p qutblik bir sistema deganda biz çok to'liq bir mukammallashib bo'lgan ko'p qutblik sistema da'vatmayotimiz. Balki Sovet ittifoqi parchalangandan keyingi vaqtliq bir qutblik sistemidan boshqa davlatlarning taraqqiy qilishi, boshqa turib chiqishi bilan ko'p qutblik bir sistemaga o'tayotganligini da'vatimiz. Ya'ni mundaqcha aytganda o'tkinchi bir bosqichda hozir dunyo xalqaro sistema nuqtasidan aytgan vaqtda. Shunga hozirgi xalqaro sistemadagi nurg'unlagan tuzilmalar, nurg'unlagan funksiyalar yaxshi ishlamayapti. Qaraydigan bo'lsak, 2000-yillardan keyin dunyoda Birleşmiş Milletler Teşkilatı tinchlikni saqlash rolini o'ynayamayapti. Undan keyin xalqaro ahdnomalar keyin-keyindan buzilyapti. Dunyoning yetakchi kuchi bo'lgan Amerika o'zi ba'zi xalqaro tashkilotlardan va ahdnomalardan chekinib chiqyapti. Yana u ahdnomalar va u tashkilotlarda turib o'zininki gapini gap qilmayapti. Shunga men bundan o'zgarib chekinib chiqaman deyapti. Bu ba'zilar tarafidan Amerikaningki qaytadan o'zini o'ngishi deb qaralsa, yana ba'zilar tarafidan Amerikaningki g'arbning ojizlashishi, sharqning bosh ko'tarishi deb qaralyapti. Dünya iqtisodiy nuqtasidan olib aytganda, 20-asrning boshlaridan boshlab iqtisod g'arbdan sharqqa qarab ig'ish moyilligi ko'rilgan.
Şu Xitoy, Yaponiya, Koreya, Avstraliya qatorliq Sharqiy Janubiy Osiyo ellari dunyo iqtisodininki eg'ish nuqtasiga aylangan. Bu davom qilyotidi. Shuning bilan hozirgi xalqaro sistemada mavjud xalqaro qonunlar va mavjud apparatlar yaxshi ishlamayotidi. Bu hozirgi sisteminingki bir ahvoli. Chunki buning ishlamasligidagi asosli sabab bu mavjud yoki boshlangan ko'p qutblik sisteminingki ehtiyoji uchun tuzilgan emas. Bu mavjud xalqaro qoida usullar. Balki burunqi bir sisteminingki ehtiyoji va uningki sharoitida tuzilgan bo'lg'achqa hozir bu toza davrga moslashib bo'lmayotidi. Masalan, BDT xavfsizlik kengashida 5 doimiy a'zo bor. U 5 doimiy a'zoninki ba'zilaridan hozir eshib ketayotgan davlatlar bor. Masalan, Angliya, Fransiya qatorliq davlatlar BDTdagi doimiy a'zo. Lekin Fransiya, Angliyani, Germaniya hozir besib ketdi desak bo'ldi xalqaro siyosatda. Lekin xavfsizlik kengashida yana bu ikkisi doimiy a'zo bo'lib turyotidi. Shunga BDTni isloh qilish talablarimi 2000-yillardan boshlab o'tirg'a chiqqan, ammo doimiy a'zo 5 davlat, ya'ni 5 novchi bunga qo'shilmaganlik uchun hozirgacha bu islohot amalga oshmay keldi. Xalqaro siyosiy sistemining hozir bek yaxshi ishlamayotganligi haqida muhimchilik to'xtalaylik. Endi bu yerda yaqindan buyon bo'libmi 2016-yili Amerikaningki Xitoyga qarshi shu tijorat urushi qo'zg'ishi bilan shakllangan bir yangi bir hukm bor. U bo'lsa-mu shu dunyo qaytadan ikki qutblik sistemaga kiramdi. Ya'ni bir tarafi Amerika, yana bir tarafi Xitoy bo'lib, qaytadan ikki qutblik bir sistemaga qaytib kiramdi. Ya so'q munosabatlar urushi tekrar boshlanadi degan qarash. Endi buningga bir narsa deyishga texi baldur. Menimcha texi baldur bu munozara qilinayotdi, muhokama qilinayotdi. Ammo Xitoy Sovet ittifoqiga o'xshash dunyoning yarimiga rahbarlik qiladigan bir kuch bo'la olamdi. Buningga bir nima demak tez. Yaqinqi alomatlardan qaraganda Xitoy undaq bir kuch bo'la olmaydigandek. Ammo Xitoyningki 2010da iqtisodiy jihatda Yaponiyani besib tushib, dunyoning ikkinchi cho'ng iqtisodiy kuchiga aylanishi va 2013, 2014, 2015larda shu bir qator kuchlik tadbirlarni elib Osiyo ul aslaha mablag'chilik bankisi, undan boshqa bir balvoq bir yo'l plani qatorliq cho'ng strategiyalarni o'tirib qo'yishi bu dunyoda Xitoyni bir Amerikaga qarshi bir kuch sifatida o'tirg'a chiqamdi degan savolni qayta qo'zg'adi va bu chaqcha hatto 90-yillardan keyin deyilib kelayotgan Xitoy tahdidi haqidagi qarashlarni qaytadan ulg'aytdi. Undan boshqa shu 2017dan boshlab Xitoyningki bizningki vatanimizda olib borgan qirg'inchilik harakatlari va buningga xalqaro jamiyatningki kuchlik inkas qaytarolmasligi va qaytarilgan inkaslardanki xalqaro jamiyatda qutublashishni keltirib chiqarishi. Masalan, Uyg'urlarni qo'llab Xitoyni ayblab bir qaror loyihasi o'tirib qo'yilgan vaqtda davlatlar ikkiga ayrilib ketganligi, bir bo'ligi Xitoyni qo'llab, yana bir bo'ligi Amerika g'arb davlatlarini qo'llab qilganligi qatorliq omillar. Undan boshqa shu Xitoyningki texnologiya sohasidagi kuchlanishi va nurg'un davlatlarningki Huawei'ningki 5G to'g'riga bo'lgan bog'lanib qilishi qatorliq omillar birlashib shu
Xitoy bir qutb bo'lib, Amerika bir qutb bo'lib, dunyo qayta so'q munosabatlar ichiga kiramdi degan qarashni kuchaytiryotdi. Ammo Xitoy dunyoga rahbarlik qila olamdi yoki Amerikaning o'rnini ola olamdi degan savollarga nisbatan oldirab bir narsa degili bo'lmaydi. Bu vaqtdagi qarashlarimni yoki bu vaqtdagi nufuzli qarashlarni keyingi boshqa bir temada so'zlashim mumkin. Balkim Xitoy virusidan keyingi dunyo tartibi degandek boshqa bir mavzu qo'yib turib, bu vaqtdagi qarashlarni o'ttirga qo'ysak bo'ladi. Endi Xitoy virusi mavjud xalqaro sistemaga qanday ta'sir ko'rsatdi degan asli mavzuyimizga kelsak, Xitoy virusi mavjud xalqaro sistemaga tubdan bir o'zgartish kirgizgani yo'q. Balki boshlangan bir musofani ilgari surdi deyishga bo'ladi. Yuqorida deb o'tganimdek, Sovet ittifoqi parchalangandan keyin ilgarigi ikki qutblik sistema yo'qolgan, undan keyin shakllangan bir qutblik sistema uzun dastlab turolmay, dunyo ko'p qutblik bir sistemaning ichiga qarab ilgarilayotgan. Xitoy virusi bo'lsa, bu xil musofani taxmi ilgarilatgandek qiladi. Yana bir jihatdan yangi asr kirgandan keyin xalqaro tashkilotlarningki, xalqaro qonunlarningki yaxshi ishlamayotganligi haqida so'zlagan edim va bu Xitoy virusi buni texmo ishlamas holga, texmo palach holga keltirib qo'ygan bir vaziyat ko'rildi. Endi bu virusningki dunyoningki siyosiy tartibiga, xalqaro sistemaga qanday ta'sir ko'rsatganligini bilish uchun biz dunyo iqtisodiga keltirgan ziyniga makro jihatdan, cho'ng jihatdan bir ko'z yugursaklar kifoya deb qarayman. Buning uchun men nopozlik organlarning, masalan, Xalqaro pul fondi tashkiloti, BDT taraqqiyot mahkamasi, Xalqaro emgak tashkiloti degandek organlarning statistikalariga bir qo'l ko'z yugurtib chiqdim. Endi Xalqaro pul fondi tashkilotiningki deyishcha, hozir dunyo iqtisodi 1930 ve 1940 yıllardaki büyük çöküşten bu yanki en ağır vaziyetini baştan geçirdi. 1930 yıllarda Amerika'da bir katımlık iktisadi buhran yüz bergen. Bu iktisadi buhran Amerika'dan bütün dünyaya tarılıp 1940 yıllargacha çonqur ta'sir ko'rsatgan. Şunu demekçi, şundan bu yanki en ağır haletga kelganligini so'zlayapti. Yani bu 98-2008 yıllar yüz bergen xalqaro pul muomala krizisi deganlarni allaqachon biz o'tib ketdi degan gap, halqib ketdi degan gap buningki ta'siri. Endi Dunyo emgak tashkiloti 2020 yılda emgak kirimati 4 trilyonga yaqin ziyon chiqadiganligini so'zlayapti. Yani 4 trilyon mablag' emgakchilarningki qo'liga kirmaydi degan gap. Mablag' dedim, kirim emgakchilarning qo'liga kirmaydi degan gap. Endi buning ta'siriga eng ko'p uchraydigani bo'lsa, taraqqiy qilayotgan nomrod davlatlardagi emgakchilar. Chunki qatnash to'xtagandan keyin, ishlab chiqarish to'xtagandan keyin kapital to'xtaydi. Kapital to'xtagan ekan, ular ishsiz qoladi yoki texmi azon ishlashga majbur bo'ldi. Endi shu tashkilotningki statistikasiga qaraganda taraqqiy qilgan davlatlardagi cheklash tadbirlari allaqachon taraqqiy qilayotgan davlatlarga ta'sir ko'rsatishga boshlagan. Shu 2020 yili 3-oyda, 3-oy bir oyning ichida taraqqiy qilayotgan davlatlardan eqib chiqib ketgan mablag' 59 milliardga yetgan. Ondan başqa BDT tadqiqotchilari, BDT xodimlari hozir Xitoy virusininki 10 yillik jafoliq ilib berilgan shu nomrodlikni tugutish va davlatlar o'rtasidagi farqni azaytish programmasi bo'lgan 2030 sijil taraqqiyot planiga to'sqinlik qildiganligini
bu virus tüpaylidan bu planninki amalga oshmaydiganligini o'tirib qo'yyotidu. Endi mushu sansipirlarninki hammasi bu virusninki dunyoga qanday ta'sir ko'rsatayotganligini tushuntirib beradi. Chunki hozirgi mavjud xalqaro sistema ma'lum ma'noda aytganda kapitalizm bilan chambarchas bog'lanib ketgan bir sistema. Endi kapitalninki bu qadar ta'sirga uchrashi bu sistemaga cho'nqur ta'sir ko'rsatadi. Endi yuqorida deb o'tgandek Xitoy virusi mavjud xalqaro sistemani tubdan o'zgartiradigan bir vaziyatni yaratqani yo'q, ammo aslidan bor bo'lgan musofani ilgari surdi va suryotidi. Endi bu jarayonda oshkorlangan nurg'un sirlar bor yoki haqiqatlar bor. Buni biz keyingi leksiyada o'tirib qo'yamiz. Bu leksiya mushunchalik bo'lsin. Ramazonda bek uzun narsimi odamni charchitib qo'ydi ekan. Allohga emanet, keyingi leksiyada ko'rishaylik.